22 apreldan e'tiboran mobil ilovadan foydalanish uchun unga ulangan telefon raqami aynan o'sha shaxs nomida bo'lishi kerak. Yangi tartibga asosan 22 apreldan boshlab mobil ilovalardan foydalanuvchining telefon raqami jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamiga (JSHRga) mos bo'lishi shart. Agar bunday moslik aniqlanmasa, mobil ilovada ro'yxatdan o'tkazishga va yoki bank kartasini biriktirishga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqida foydalanuvchiga SMS xabarnoma orqali ma'lum qilinadi. Ya'ni hozirgi kunda mobil ilovalar yoki bank kartalariga biriktirilgan telefon raqami o'zingizga tegishli bo'lmasa, belgilangan muddatdan keyin ushbu raqam orqali ilovadan foydalanish imkoni cheklanadi. Shu sababli agar ilovada ishlayotgan raqamingiz o'z nomingizda bo'lmasa, uni hozirdan o'zingizga rasmiylashtirib olish yoki ilova va bank kartalarini o'z nomingizdagi raqamga qayta biriktirish maqsadga muvofiq. Bu yangilikni barcha do'stlaringizga, yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ying, ular ham bundan boxabar bo'lishsin. So'nggi yangiliklarni bilishni istasangiz, albatta men profilimga obuna bo'ling.